Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz kitabımızın muqaddimesini tüketkendan keyin el-meşhedul evvelga kelgendik. El-meşhedul evvelning meşhedur rahin o'qib o'tgandik. Meşhedur rahinni o'qib o'tdik hamda. Meşhedur rahinga nisbeten bir nemuzecel evvel ve nemuzecel sani deb ikki ülgünü nemununu ko'rib o'tdik. Hamda bugungi darsimiz el-meşhed el-mustaqbali. Yani bizningki bu uyg'unish, millatni qutuldirish harakatininki, tirilish harakatiningki kelgusi ko'rinishi, biz umid qildigan ko'rinishi. Agar biz haqiqatan da millatni, musulmonlarni navbatda tushgan bu ahvoldan, bu xafalıqdan, bu tushkunlikdan qutulmoqchi bo'lsak, biz ko'zlaydigan bir ko'rinish, biz ko'zlaydigan bir sahna. Bugungi dars belki qiyin emas. Shunga tiz deyma. Degudek gap yo'q, chunki tahlil qilgudek ish yo'q. Faqat mandaq bo'lsin, andaq bo'lsin deydi. Chunki kelgusidan umidimiz ya, kelgusiga nisbatan tayyorligimiz ya. Faqat musha ahvollardan bizda nima kam, kelgusiga hozirlanish uchun nima ishlarni qilishimiz kerak. Bu nuqtalar biroz tahlil qilinsa bo'ladi. Qolgan tarafi faqat kelgusidagi bo'lishga tegishli holatlar. Innahul mashhad nafsuhu allazi yadummu kathir min al-amilin al-afadil al-akhyar zawil awatif al-jayyasha. Bu şu ko'rinishning o'zi, ya'ni burungi ko'rinishning o'zi bo'lib ki, naiti fazilatlik, yaxshi, o'tliq hissiyatga ega, kuchlik hissiyatga ega xizmat qiluvchilarning ko'pinchasini o'z ichiga oldi. Ya'ni kelgusida mushta hammadan ashlar bo'lishimiz kerak. Afadlarning qatoridan bo'lishimiz kerak. Axyorlarning qatoridan bo'lishimiz kerak. Bir xil passiv emas, o'tliq hissiyat bo'lish kerak. Kuchlik iymon bo'lish kerak. Iymon, lekin ilgirikidan farqi illa enneke la tara fiha, lekin bu meşhedde, bu sahnede yuqorqidek qattiq qalaymuqanchilikni uchratmaysa ve qo'rqinchliq, mana to'qinish, ziddiyatni, ittirobatlarni uchratmaysiz. Yo'q, ratlik lekin. O hissiyat, o o'tliq hissiyat bunda qarg'ulachi hayajon emas, ilmiy bir xil. Endi hayajon yo'q, hissiyat yo'q deb, hissiyatsiz, hayajonsiz hem işlerine nisbeten bir xil tuyg'usiz bo'lib qolsa-mu, ish oqmaydi shu. Buningga jonli aktivlik kerak. Mana qilli deydigan odam kerak. Innaka talhaz fi hada al-mashhad kam man akbar min al-uqul. Sen deydi. Bu ko'rinishda, bu sahnada büyük miqdorda aqlni his qila olasiz. Talhaz misal demek çoğunu akılla toplaşkan, akıl ambırı toplaşkan. Elleti bu akıl ambırı muşu hissiyatçan kızgın zor muşu topni yeteklepmanalı. Tarahum bu akıl ambaları bu topninki suallarga bisibat naiti mustahkemlik bilen ve işenç bilen cevap verdi. Her işqa kallasida plan var demekçi. Muş cevap berdi addi gap emas. Her narsaga ishonch bilan javob bermak addi gap emas. Her mavqega ishonch bilan javob bermak addi gap emas. Qanachaqda belgiladi desa, tayyorlik qo'yganda an javob belgili bo'ladi. Yasighun al-afkar, fikrlarning hammani go'zal ko'rinishlarga kirgizadi, qarorlarni oladi. Musahada xizmat qilayotgan köpçüllikni ularning yo'lliq ehtiyojlari bilan ta'minlaydi. O ehtiyojlar qanday ehtiyoj desa, bir iqtisodiy ehtiyoj emas. Min ma'rifatin bil ahdaf, nishonlarni bilish, bosqichlarni bilish, vositalarni bilish va undan boshqa bilishga tegishli bir ehtiyojlar var. Men dedim ya oldingi darslarda, mushu bugungi rahbarlarga eng ko'p qo'yiladigan savol ve en cevap verişten qiynaladigan sual nishon nima? Biz nima ish qilyapmiz? Plan nima?
Muşu sual en köp qo'yiladigan va bunga javob bermaydigan bir sual. Javob berishda qiynaladigan sual. Kelgusida shunda bir aql ambalari toplanadi ki qo'l ostidagi yoki xizmat qilayotgan har qanday odam har qanday narsa to'g'ri savol solsa, ya'ni nishonimiz nima? Javob hemen. Bizning besib o'tadigan bosqichlarimiz qaysi-qaysilar? Javob darhol. Qanday vosita qo'llanamiz? Javob darhol. Nima tayyorligimiz var? Javob darhol. Javob bo'ladi yani. Chunki aql ambalari var u yerda. Aql var demekçi. Bu top innaha jumu'un, bu shunda bir topki bir odamning qalbida degani ideologiya jihati tamoman o'xshash. Bir odamning qalbi oddiy gap emas, hammalarning ideologiyasi o'xshash. Yataharrakuna ma'an, billa harakatlanadi, yaskununa ma'an, billa turadi, yuharviluna ma'an, billa yuguraydi, va yaqifuna ma'an, billa to'xtaydi. Hattoki bir ishda o'xshamagan ko'z qarashda ixtilof qilgan taqdirdami, ixtilof san'atini go'zal qiladiki, güzel ixtilof qiladi. Odat ixtilof bo'lmaslik bir xatarlikchi. Ixtilof degan nima desanglar, ma biz shu ish atalg'u yomon bir qanday ishlatib qolaylik, biz ixtilof deb. Ma akademik la o'zaro ixtiloflashsa nima deydi desanglar, tadqiqotchilar o'xshamagan tadqiqot natijalariga bordi deydi. Bu asli bir masalaninki kengayishi aslicha bu. Sohaning kengayishi bu. Güzel ifodalanish kerak. Fahum yucidune fennel ixtilaf degani mi? İxtilaf san'atini güzel qiladi degan gap. Yani ixtilafni ziyon keltirmaydigan bir nuqtaga olib keladi demakchi. Biz ixtilaf qilgandan keyin lan bo'ldi, ani ko'z qarash menga o'xshamayotgan deb homishida g'ayrat ko'rib qilarlik. Yo'q. Men boshqa bu izlanish orqali bo'ldigan narsa, yotqandan chiqib ham talashadigan narsa emas. İzlanish orqali men bir natijani topdim, sen yana bir natijani topding, akasak ishkalarning o'xshamaydi ekan. Ki bu meselenin dairesi kengaydi degan gap. Çünkü ben izlanish orqali topdim o natijani. O izlanish orqali topdi, A tarafini topdi, Ma tarafini topdi. Çünkü bir adam her tarafini tehip bo'lishi natayin. Xuddi to'taylan bir o'rmonlikqa tadqiqotga kirdik. O şimal tarafını bayqadi, men janub tarafini bayqadim, yana birisi g'arb tarafini bayqadi, yana biri sharq tarafini bayqadi. Hammalar bir yerga kelgandan keyin bunun bu o'rmonlikning bir tarafida munda narsa bor ekan desa, yana birisi yo'q, munda narsa bor ekan, yana birisi men munda narsani ko'rdim. Ma shakldagi ifoda asli, güzel ixtilof qilish degan. Amaliyotda to'taylarning ko'rganning hech qaysisi xato emas, lekin to'rt xil. Bu to'rt xillik degan nima bo'lsa, shu o'rmonlikning to'rt tarafi. Asli ixtilofni arab tilidagi ixtilofni uyg'urchada mashakil tushunish kerak ekan. O'xshamagan natijalarga berish, o'xshamagan fikrda bo'lish. O'xshamagan fikr deganmi boylik amaliyotda. Mana shuning ahvoli qanday desa, o'xshamagan bir shaklda uningga masala bayon qilish degani, uning hal qilishning uslublari o'xshamaydi. Bir nechta turlik tanlashimiz chiqdi degan gap. Asli bu bir go'zal ish. Mushuni go'zal holatga egilalaydi. Ya'ni kelgusidagi ummatni qutqiza oladigan top mashtaqlalaydigan top deydi. Va nahvat tanfiz, endi ijroga qarta, ijro taraflarda qanday bir ko'rinish va kelgusida desa, lil wusul ila hada al mashhad al jamil al mubhij, yani bu güzel bir ko'rinishga, güzel sahnaga berish uchun, güzel ko'rinish uchun, güzel ko'rinishga yetish uchun la nahtaju illa ila matlabin wahid. Biz faqat bir matlab qilam ehtiyojimiz var. Bir talab. U olsa-mu biz hozirga qadar ta'kidlab kelayotgan so'zlashdan ilgari va ish qilishdan ilgari bilish. Yuqorqi go'zal bir ko'rinishni tasavvur qildik kelgusimizda ummatni qutqizadigan top, mashta top bo'ladi. Bu topqa yetish uchun, ashta bir aql amriga yetish uchun bizdan talab qilinadigan birdan bir ish, biz gap qilishdan ilgari va ish qilishdan ilgari bilishimiz kerak. Bu yerdagi bilish degandan va naqsid bihi, bilish degandan maqsadan ana o'ylab boqinglar, qanday bilamiz endi? Bilish dedik. Men u o'qib bildim, sizlar o'qib bildinglar. Ama umumiy xalq qanday biladi desa, naqsid bihi, biz ash bilishdan maqsad manfaatlik bilimlarni taqitish bak muhim qarindoshlar. Hammadamga yetkazish bak muhim. Taqitish va val mutaalliq mushu
qutulish meselesiga şu zor topning arasida qutulish meselesiga munosabatlik bilimlarni qanaqa qilish taqitish. Ya'ni men o'tganda bir dedim sizlarga. Bu ummatninki, bu millatning qutulishi uchun yakki xarakterlik, shaxs xarakterlik islohot va ijtimoiy xarakterlik islohot teng muhim. Buni men nimaga o'xshatdim? Payg'ambar alayhissalom mu'minlarning umumiy jamiyatini bir binoga o'xshatgan ya, shunga o'xshatdim. Bino odatda kesaklardan qo'pirilib chiqadi. Kesak. Eng avval kesak qo'yiladi. Ondan keyin kesaklarni biz xish deymiz-ku, tizib kesaklar sog'lom qo'yilsa, binoning qurilishi sog'lom bo'ladi. Agar kesaklar nachar bo'lib qolsa, bo'sh bo'lib qolsa, o kesaklardan tizilib qo'pirilgan tomlar, qo'pirilgan binolar ojiz bo'lib qoladi. Shunga boshqa biz har bir odamning shaxsiyatidan tortib eng oddiy yerlarigacha halol harom qo'ygan ko'z qarashlari, masalan, axloq qo'ygan ko'z qarashlari, qarindoshlar qo'ygan ko'z qarashlari bir nuqtadagi qarindoshlar. Biz shu oilasi to'g'riliqmijiq kirishimiz kerak bir insonlarning kishilarningki oilasi bilan bo'lgan munosabat haqida. Erning ayoli bilan, ayolning eri bilan, dadining bola bilan, bolaning dadi bilan, qarindoshlarning oiladagi qarindoshlar bilan. Nima ishqa? O'zining ota-onasiga yaxshi muomala qilmagan odam sirtqa yaxshi muomala qilmaydi. O'zining ayoliga yaxshi muomala qilmagan odam sirtqa yaxshi muomala qilmaydi. O'zining eriga yaxshi muomala qilmagan odam sirtqa yaxshi muomala qilmaydi. Endi bir adamning bir boshqalarga bo'lgan muomalasi ashta ojiz bo'lsa, u odamdan tashkillangan bir jamiyat qana jamiyat bo'lmoqchi. Qanday saxtamdi u vaqtdagi shakllangan jamiyatdagi qarindoshlik, jamiyatdagi bog' o'zaro jamiyat a'zolarining o'tirishga bog' saxta bir bog'lidan bu. Shunga eng burun kishining shaxsiy kishiligi bek muhim. Manda bir programma qilmoqchi inshaalloh pat arada bu bo'lib qolishi mumkin. Nokta. Nima nokta degan qarindoshlar? Chikit degan gap. Chikit degan asli bir chikit emas. Men jumlalar orasidagi chikitni demayman. Yani bir başlanış noktası. Bir çikit, şu çikitini yumaloq chambersiman merkez qilgan şekilde adam her bir ishga mashta muomala qilish kerak. Masalan deyli, rostchilik. Bu rostchilik noktasidan boshlanish kerakki, avval kishi o'ziga rostchi bo'lishi kerak. Men kim? Oilasiga, ayoliga, yo'ldoshiga, otasiga, onasiga, bolasiga, qarindoshiga, qo'shnisiga noktasidan boshlanish kerak. Ehsonni kimga qilma? Noktasidan boshlanish kerakki, avval o'zingga qilsa va noktasidan chambasidan kengaydi. Amonatga rioya qilish kimdan boshlanadi? O'zidan, noqtadan. Ya'ni demakchi o'g'limiz shuki, inson yakki bir holatini, o'zining yakki shaxsiyatini markaz qilgan shaklda, noqtaliq bir shaklda isloh qilib kengaydi. Bu bek muhim. Biz kelgusidagi shu ummatni qutuldira oladigan bir topni qurib chiqish uchun munosabatlik mazmunlarni her adamga yetkazishimiz kerak. Her adamning o'ysig'icha ekish kerak. Her adamninki. Her adam anlamasa anlatish kerak. Bugun ishkining oldiga berishning hojati yo'q. O ma'lumotni kirish uchun. Qanday qilish kerak? Telefoningizga itiblan bersak bo'ladi. Bugun anlamasa at anlaydi. Bugun o'zgarmasa at o'zgaradi. Biz zikmasligimiz kerak. Makalanlığını qo'ysin. Shunda o'tadi ya. Aşu topning arasida güllenishga munosabatlik, qutuldirishga munosabatlik bilimlarni, manfaatli bilimlarni qanday qilish kerak? Keng taqitish kerak. Bek muhim qarindoshlar. Va has hadhihi al-jumu' mushu topni aqli ishsizlikdan qutulish va bilim o'rganishga qiziqtirish kerak. Ben bir gapni qilay. Bilim o'rganish degandan keyin ham kallamizga doska, ustal sinib keladi. Yo'q. Har odamning bilimi har yerda o'rganiladi. Biz har odamga bilim taqtimiz yo'q ya. Har odamga o'ziga loyiq bilim taqtimiz hamda. Kichik bolalarga karton orqali taqtimiz. Masalan, onun sel çoğunsa resimli kitap orqali, biraz yo'g'inasa normal kitap orqali, ovoz orqali, video orqali, onundan biraz yo'g'inasa
ba'zi konferans yig'ilishlarni birish orqali mana har xil odamning ugunadigan narsa har xil bo'ldi ki hammadan o'rgansin o'z loyiqida ma aqli bika qolmasin odamning ki aqli ishsiz bo'lib qolmasin batalat aqliya ki bu kallani baka ko'tarib yumusin odamlar ishlasin u kallani fa iza man tashara al-ilm fa iza ma zaid bilislar hammalar izadan keyin ma gap qazaydi bilim kengaygan vaqtida heliqi biz izdigan mubtag'at degan biz izdigan heliqi turdiki nav'iya turdiki top ko'payadi biz dedik ya bunda keng avamun nas ummatni qutqizolmaydi balki keng avamun nasning ichidagi heliqi bir turlik bir kishilar vatdi biz buni binoga o'xshatgan binoning beton qismiga o'xshatgan bugungi zamonda bino asosida betonni qo'pirib chiqadi ya binoni ana beton qismidagi odamlar ko'paydigan. Çünkü ben hayatımda, şu 30 neçə yıllık hayatımda nurgun insanını gördüm. Bir eğiz gep təsir qıp qalıb, şu gepnin keynidin, şu gepnin peşine qoyub etmək, nəhayət yaxşı Müslüman bulab, özünün hayatını bu din üçün ataş derecesi ketken insanını görəklik. Bital kitap təsir qılğan adamını görəklik hayatımda. Bir sorundaki, bir yarım saatlik söhbət ta'sir qilib shuning pishni tutib olgancha hayotining oxirigacha o'zini go'zal bir holatga egagan insonni ko'raylik. Shunga har xil shaklga har go'zal qarayman. Ummatning 4 yoshlik bolasidan tortib 3 yoshlik bolasidan tortib qayergacha bizning da'vat nishonimizning sirtida asla qas bo'lmaydi. 4-5 yoshlik bolalarga kichik resimli ne buyum resim mesela lahilisek oldu aşına yani münasebetlen dep koyayım vallahi küçük vaktidə resim buygulamrak ya bolsa lahilep mescidlerin resimlerine mesela dini da tuygunu biradigan resimlerini qonçaqsıman onu birimiz aşın buyup ügensin mesela başlangıç kelgan vaqtda vallahi o buyumudun ütep biraz nima holatga keladi karton kiradigan islomiy kartollar mesela Müslümançı kartollarını vallahi bir xil nimisini aşırıdığan da tunuşunu aşırıdığan millet dinine nispeten tunuşunu aşırıdığan kartollar orta mektep çıkan vaqtda qiziqishi biraz onundan ütüdü onun özgü yarışa tuluq oturuğa çıkan özgü yarışa yoğan adam olgan vaqt özgü yarışa yaşanğanlarning özgü yarışa bir hemmeske muşu sahada bilim taqitish ma'lumot taqitishdan 1 minut mu to'xtab qolsa qolmaydi. Asla to'xtasa qolmaydi. Ya'ni kishilik eng muhim kishilik isloh bo'lgandan keyin bir kishilik islohotdan keyin bu tabiiy holatda ijtimoiy islohot o'zligidan shakllanadi. Uni bek kuchash ketmaydi bu vaqtida. Chunki hammadan qalb bilan quyilsa, masalan deylik bir motorning qurashtirilishi ahvoli, sizlarcha bir motor bir butun zavoddan chiqamdi yoki ichidagi parça küçük santim milimetrelik üskülleri ayrım yasılıp andinkin motorlandı. Tabii ki parça üskülleri belki ayrım zavod yasıldı. Ayrım sıxlarda o yasıldı. Ama hemmesi ölçemlere yasalgan boğaçqa bir yerge ekilip şuna quraşdırız bir motorlap bitip çıkıdı ya. Şuna biz ölçemlik bir şekilde cemiyetdeki her azalarını şu davet dairimizden içine ekirişimiz gerek. Davetni yetkizishimiz kerak. Zaten uyg'ich yetkizishimiz kerak. Ki bugun qo'lda hammadan telefon bor, bugun qo'lda hammadan internet bor. Bugun hechimiz uyda televizor bor. Qani ashag'icha akravitish kerak. Zaten bugun olmasa aytolmaydi, aytolmasa o'g'in olmaydi. Malaqa biz islomiy da'vat qildiganlar go'har tash emas juma. Go'har tashildigan vaqtda, masalan, bir vatanlarda mundaq bir vaziyatlar shakllangan bir narsani deb qo'yay. Oxunimning e'tibori bek bo'lib ketgan, tabliq qildigan odamning e'tibori bek bo'lib ketgan, azizlab ketganlar yalvasa tabliq qildigan gap ya unda olmaydi ishlar. Unda davr nima desanglar, bir chiriklashgan davrning ifodasi u. Qanday chiriklashgan davr? Chunki bir modaga aylangan. Eng halqiliq davr, shu insonlarning qillisi boshqa yoqqa chechilgan vaqt da'vatning halqiliq davri. Xalqlarning haliqi sizlardan talab qilishni kutib o'tiraman.
Çünkü xalq başqa yoqqa chechilyapti, iddisi tervinyapti. En zilmezgil bu vakitte zikmisek oldu. Ve ziktümüsek oldu ki emma zikmisek oldu. Makallarına olsun. Her xil aslında kullanıyoruz. Ve li tahqiqi zalik, em aşını royapqa çıkarış, emelge aşırış için la budda çokum İslami plan sahasida, yani ümmetni qutquzuş için İslami plan sahasida xizmat qilayotganlar, meyli shaxslar olsun yoki jamoatlar olsun, yetakchilik vositalarga ega bo'lishga qiziqish kerak. Yetakchilik vositasi. Men hozir deyotgan gap shu. Her adam davlatning bir yetakchisi bo'lish kerak. Bo'libmi sizlardek necha yil hayotimizni bu sohada o'tkazganlar. Tabiiyki hech qaysimiz o'zimizni voy men katta olim demaymiz, ham demasligimiz kerak. Chunki biz olim emas, tek o darajaga yetmaganlik. Biz olim bo'lib qolsak, olimning darajasi tushib ketib qoladi. O'zimizni katta olim demaymiz, ammo o'zimizni boshqalarni ot diyosmi yetaklayoladigan bir yetakchi deyalaymiz. Mana deyalaymiz. Bir adamni o'smi yetaklaymiz. Cho'qimiz yetaklaydigan odam chiqadi. Hech bo'lmasa atrofimizda hammadan bizni yaxshi bo'lib ketgan bo'lsa, tug'ilgan balık o'smi saqlaymizki, tug'ilib ash bola uyg'ongan vaqtda shu balık o'smi yetakchilik qilamiz. Kallangda shu bo'lsin. Birisi, yine yetakchilar o'zida shakllantirishga tegishli qurollarning birisi shar'iy bilim qurollari ki, shar'iy bilimlarni ma'lum darajada yetarli bir şekilde bilish kerak. Kasbiy bo'lish shart emas. Kasbiy ilm olish shart emas. İkincisi insani bilimlerinin vasıtaları. İnsani bilimler degan nima desanglar, insonga ketarlik ma'lumotlar. Masalan, bugungi kunda oddiy hammaning oldida hozir ya kompyuter ya telefon bor. Kompyuter, telefon masalan, ondan keyin dunyoviy ketarlik ishiltish to'g'ri kelib qolsa, ikkalasini ishlatadigan bütün bilimlarning hammasi adovat, al-ulum, al-insoniyya. Masalan, üçüncüsü idari bilimlerini bilish kerak ki, da başkalarını yetakchilik qilish, başkalarını to'g'ri yo'lga yetaklaydigan da bir noktalar var. Bularni bilish kerak. Ve yumkin ar-ruju' fi zalika. Aşnonda nega murojaat qilsa bo'ladi desanglar, yetakchilarning qurollarının ki bir zanjirsimon bir yurish qurollariga murojaat qilsa bo'ladi. Tuanda avtor bir qancha nuqtani bizga tavsiya qildi deb tushunaman. Va la budda cho'qim bu planning yetakchilari mushu bizni haydakchilik qiladigan turtkilarni boshqalarga izohlash, nima uchun qilamiz bu ishni? Bu nuqtani boshqalarga izohlashga qiziqishi kerak, intilish kerak. Nishonlarni, bosqichlarni, vositalarni, reallik sharoitlarini qanday qilishga, izohlashga, murojaat qilishga, plan ichida xizmat qilayotganlarning tajribalariga qanday qilish kerak, intilish kerak. Nima o'ylansa, ilmiy tadqiqot qoidalarining eng inchki nuqtalariga rioya qilish bilan pakitsiz, qarg'ularcha hukm chiqarishni yiroq qoldi. Masalan, polton chiqarish to'g'ri emas. Bek inchiqi tahlil qilish kerak. Manda masalan, men o'tgan asroq bir misol qilib berdim. İşlarni cho'ng nuqtadan betasavvur, lekin uning ichini cho'ng mazmunlarga ayirib turib, 1-2-3 ga ayirib, uning ichini 1-2-3 ga ayirib, lekin har bir nuqtada nima uchun deydigan savolni qo'yib, buning chunki degan javobini tepish va javobning ichida dalil, isbot, paket belli bo'lish, ma'u ilmiy bahsninki qoidasi, aqalli sizlarga tushundiq bo'lgan qoidasi shu nuqtalarga rioya qilgan shaklda qanday qilish kerak, yuqorqi mazmunga alohida rioya qilish kerak. Ikkinchisi la budda yahris, ya'ni shuni rioya qilish kerakki, shunga intilish kerakki, ya'ni qutulush qo'mondonlari va xizmat qiluvchilar ilgirgi tajribalarini tadqiq qilishga intilish kerak. Qarg'ularcha o'tgani bir yiqildik, ketavermay, o'tgani nima uchun yiqildik? Ko'rikdan nima uchun sepildik? Putimiz nima uchun chiqib ketdi ko'rikdan? Shunami? Palani o'zidan boshqa xizmatchilarni degandan keyin tarixda nurg'un mag'lubiyatlar o'tagilik. Palani nima masalan deylik, Muhammad Mursi nima uchun chiqib ketdi? 1 yil ichida nimishqa askar uningga qarshi ana qila oladi, inqilob qila oladi. Deyli, Turkiyada nimishqa askar 2002dan keyin bir qitimliq inqilobda mag'lub bo'ldi. Misrda nimishqa g'alaba qildi masalan. Bu nuqtalarni bak inchki tahlil qilish kerak. Tamamen tahlil qilish kerak. Ve şu
tecrübelerdeki güçlüklük güç ve acizlik noktaları da alohida to'xtalish kerak. Ve illa eğer unda qilmaydigan, yine hatalık o'xshash takrorlanadi. Ondan keyin üçüncüsü, yani ish qiluvchilar, xizmatchilar, mayli shaxslar olsun yoki jamoat olsun, nimaga intilish kerak desa, bir ru'ya barliq keltirish kerakki, dedim ya, ru'ya degan nima aytdi? Bir plan xarakterli qarash. Plan xarakterli qarash. Masalan, hozir Saudiyada Mehmet Salman Saudiyani buzish uchun bir plan tuzdi, bir ru'ya tuzdi. Bunun ismi nima desanglar? Ru'ya 2030. 2030 yıllık ru'ya deyildi. Hozirgi nam shu. Saudiyadagi Mehmet Salman boshlayotgan o'zining eg'izdagi islohot, bizning nazarimizdagi ifsod, xarob, tahrib, Saudiyani vayron qilish plani, o'zining xayolida isloh qilish plani 2030 yıllık ru'ya deb atalgandi. Ya'ni ma'lum bir davr, ma'lum bir tarixga bog'langan bir şekilde ru'ya barliq keltirish kerakki, plan. Ve reallıkның meseleleriga qarata ro'shan tasavvur ki, tushunish kerak ma reallikni. Qanday reallik, biz nerede turyapmiz, bu nuqtani tushunish kerak. Yani turlik axborot vositalari bilan bevosita aloqalashish orqali ve zamanning mutafakkirlarining tahlillerini uzluksiz o'qish orqali ki, do'stingninkini o'qi, dushmaningnikini o'qi. Bak muhim. Dushmanning tahlilotini uning nuqtasiga berib turib emas, onun nimalarni planlayotganligini, masalalarga qanday ko'z bilan qaraydi, buni bilish uchun dushmanligini o'qish kerak, do'stligini o'qish kerak. Zodi zamanni o'qiydigan insonlar var ya, mushlarning hammasining o'qish degan gap noqul qaranglar, savoqdoshlar. Kitob qarablam o'qish emasmi? Masalan, bugun Istanbulda da qarab baqib, Istanbulning aholi miyag'i chekan, manjidani iqtisodlik adam beyken, manjidan bilimlik adam beyken, qiyinchilik o adamda manjisi ekan desem, muşumu bir cemiyetni o'qishiladi. Manda o'qish kerak. Nuqul alaqi kitobdiki, gazetdiki yoki iqi qog'oz qarasi siyah olganlar o'qish emas, atrofidagi muhitni o'qish kerak inson uchun. Buni o'ziga oladi. Bu habak muhim. Ondan keyin eng oxirida labudda ayatimmat tavasul va tafaul bayna qadat va tullabun nahda. Yani çoqum qutuluş o'quvchilari va yetakchilarining o'rtasidagi aloqa va maslashish, tafaul degan gap maslashish bir tarafdan bu bo'lish kerak, yetim bo'lish kerak ve ummatning mutafakkirlari, ulamolari va axborotchilarining o'rtasida yana bir tarafdan aloqa, maslashish ham bo'lish kerak deydi. Mishada ummatning ulamolari va axborotchilari degani, ya'ni masalalarni taqitish masalasi bak muhim. Ummatning mutafakkirlari fikir ishlab chiqaradi. Ulamolari bu fikrini taroziga o'lchamga selib, ortiq kamiyalarini to'liqlaydi, axborotchilari yayadi, ashta qilib bir xizmat o'rtaga chiqadi. Degandek bir ma'no bu yerda maqsad qilinadi. Ondan keyin Abdur bugungi darsning oxirgi qismida shunda deydi: "Tazakkar anna shuni asliginki, shuni esingda tutki, qutulush, nahda deganda qutulush yoki güllünüş, yoki o'rnidan dast turish, bu fikriy bir, aqliy bir faaliyat. Bir narsaday. Eng tushkunlashgan, eng tugashgan vaqtda ummatning odamlarining shakli o'xshash, badan shakli, chiroy shakli. Voy millat qattiq uyg'oq millatkan desam, yana shu ikki putloq, yana shu ikki ko'z, yana shu badan shakli shu, yana chiroy shakli shu. Onda o'z bir yerdagi farq nima desa, kallı meselesi. Bir uyg'ongan millat bilan qattiq tushkunlashib, xaroblashgan millatninki o'tirgan farq tushunch meselesi, boshqa narsa emas. Aql meselesi. Birining tushunchasi taqoq, aqli yo'q, yana birining aqli qattiq ishlaydi, tushunchasi ochilgan. Mana shakldagi masala. Shunda o'tirib gullunish degan gap avval fikri aqli masalaki gullanganlar, o'rnidan dast tug'anlar her daim fikir ishlab chiqaradi, her daim aqli ishlaydi. Hozir nima ish qilayotganligini biladi, yana undan keyin nima ish qilganligini biladi. Endi uyg'onmaganlar, uxlaganlar, shirin uyqusida uxlayotgan millat qanday millat desa, hozir o'zining nima ish qilayotganligini bilmaydi va bundan keyin nima ish qilganligini o'qimaydi. Farq shu.
Şuna bu fikri, aqli mesele. Muhimi kallını açış muhim. En muhimi. Bulup bu faaliyet yaqudu ile intilaq fi shatta manahil hayat. Yani hayatның her qaysı sahalarida meniş qeyb bardı. Qozgulup meniş qeyki tumaylı ya deydi qarşı. Oyğanğan milletning bir alayhiligi nima desanglar, jim tumaydı. Oyğanğan milletning bir alayhiligi jim tumaydı qarindoshlar. Bir iş qilish uchun tirishidi. Qilidi, mangidi, yani meng'iliq turdi. Oyğanmagan millet şu jim turdi, boshqa gap yo'q. Hayatning sahalarining turlik-turliklari degan gap. Masalan, bayat biz necha kun yaxshi bakjiq deb kelayotgan bir gap bor. Bugun kelmaydigan bo'lib qoldi. Iqtisod, siyosat, ijtimoiy mushjihatlarda to'xtamaydi. İkincisi, qutuluşninki, güllenişninki tunji talabi haqiqiy bilim, haqiqiy mavhum emas. Meseleni aniq bilishimiz kerak. Üçüncüsü, gap qilish yoki ish qilishdan ilgari cho'qim bilish kerak. Bu muhim. Dördüncüsü, bir meseleге hüküm chiqarish, uni bilishning bir qismiki, bilmay turib, tasavvur qilmaydi, uni hüküm chiqara olmaydi. Beşincisi, halqılıq top, cemiyetdeki halqılıq top qaysi top dese, heliqi ma'lum songa ve yeterlik bir türge ega olgan top bulup, heliqi maxsus heliqi turdagi top. Beton turdagi top. Men beton deb misal aldım bunu. Beton turdagi top nimishqa jamiyatda bir özgürüş ve özgertish paydo qilish uchun ashxil turdagi top olish kerak. Yani men ko'pincha vaqtda buni ona desem belki üzümüzge yuqori baho berib ketgan bo'lmay, ama siz bizdagi kishilardan bo'ladi deb o'ylayman. Jamiyatdagi umum musulmonlarimiz qo'ymaymiz bilasizlar bizning xalqimiz. Jamiyatda qanday aqim ko'paysa keyin erishib ketaveradi. Diniy adamni kuchaysa qattiq hurmatlar ketadi oxirlarda, beshig'ab keturadi. Ziyolilar biroz nima qilsa ko'zni yumib ko'tarib ketaveradi. Ya'ni hisobda jamiyatdagi umumiy xalqning umumiy ahvoliga nisbatan, ya'ni shu necha kundan beri degan davatgan gapimiz shu. Anda bir millat anda %100% adamlar o'zgarmaydi. Balki ichidagi nav'iyya, ma'lum turdagi insonlar bilan mustahkam, haliqi 10 yillik prosimiz bo'lib qolsa 8 yilni sarf qiladigan. 10 energiyamiz bo'lib qolsa 8 energiyani sarf qiladigan soni az bo'lsa-mu, lekin mustahkam beton xarakterlik bir turdagi insonlarimiz bor. Shu bir topni qanday qilish, ko'paytirish to'g'ri qildi. Shu top bilan bo'ladi. Allah da bu yerdagi qutulush yoki gullanish kimga ehtiyoji bor desa, zo'r miqdordagi va yetakchilik qurollari bilan qurollangan heliqi tiptiki, heliqi turidagi, nav'iyatning heliqi turidagi bir to'pqa ehtiyoji bor. Gullanishninki. Allah da tahtaju ila kam akbar min al-uqul. Yani gullanish, qutulush texmi çoğun miqdorda aql amriga ehtiyoji bor. Aql amriga ki nimishqa ma hissiyatchan zo'r ko'pchilikni yetakchilik qilish uchun. Bek muhim narsa. Yani aqsoqollarga ehtiyojimiz bor. Aql ambalariga ehtiyojimiz bor. İşni yiroqdan kontrol qila oladigan bir kishilarga ehtiyojimiz bor. Esimli bo'lsin, real maydonda ish qildiganlar hissiyatga boy, hayajonliq bizdagi kishilar. Ama bularni to'g'ri yetaklab maqdiganlar heliq aql ambalari. Bu ko'pincha vaqtda aql ambalari yoshda cho'ng bo'ladi. Peshqadam, oq soqol, oq chashli bo'ladi. Ama ish qiladiganlar hayajonga ega, hissiyatchan, bizdek qana qizib turgan yoshlar bo'ladi. Ular yo'l ko'rsatdi, biz qana qilamiz, ish qilamiz qarindoshlar. Eng oxirgi nuqta ittihozul qaror. Ya'ni bütün gaplarimizning xulosasi her bir qarorni to'g'ri olish ya, qaror elish nimaga ehtiyoji bor? Naslani, ya'ni kitob sunnatni bilishga ehtiyoji bor. Zamanning tushunchalarini bilishga ehtiyoji bor. Zamanning mutafakkirlarining ko'z qarashlarini bilishga ehtiyoji bor. Strategik planlashga ehtiyoji bor. Qisqa muddatli planlashga ehtiyoji bor va murojaat qilish degani bo'lgan ishlarni ya to'g'ri ya xato deb murojaat qilish va baholash uchun tug'ilgan tajribalarga misol ehtiyoji bor qarindoshlar. Shunda olganda bakama yana. Undan keyin laysat kullu fikri ideologiya. Har qanday fikr ideologiya emas, ama ideologiya degan nima desa, kishilarni atrofiga to'play oladigan bir sistemlik fikr,
reallıqdan çöndürüp bereleydigan, kelgüsüdün ular hoş bir şart bereleydigan, özgörtüş yolunu sizip bereleydigan. Bir işki mesele emasında, keng kölemlik bir şekilde o bucaktan bu bucakça, o bucaktan bu bucakça yüz bergen her bir meselenin ki tabirini şu sistem için tepreleydigan bir fikir toplumu, bir fikir toplumu, sistemlik fikir an ideologiya oldu. Bir işki xil fikir emas. Yani meselenin ki siyasi tarafını tahlil kılalaydigan, harbiy askeri tarafını tahlil kılalaydigan, iqtisadi tarafını tahlil kılalaydigan, ijtimai tarafını tahlil kılalaydigan yüz bergen mesele manda hatalık tüpeylidin ma mesele yüz berdi. Biz ma to'g'ri ishni qildik, ma natijaga erishdik deyoladigan, hamma narsaga bir tushunib beradigan bir fikr sistemasi an ideologiya bo'ladi. Ehtiyojat tullabun nahda, ya'ni nahda o'quvchilari yoki nahda gullanishni istab manganlarning ehtiyoji nima desa, bizni mushu yo'lga kirgizgan turk bo'lgan omillarni aniq bilish, nima uchun kirdik bu yo'lga. Biz nim bo'lib bu milletni qutquzish, musulmonlarni qo'zg'atish, gullatish, uyg'otish ehtiyoji tug'ilib qoldi. Buni bilish kerak va oxirgi nishonimiz nima? Buni bilish kerak. Bil ahdaf va biz bitadigan marahil bosqichlarni bilish kerak va bu bosqichlarda qo'llanadigan vositalarni bilish kerak. Navbatdagi realligimizni bilish kerak. Tajribalarni bilishimiz kerak. Bunun hammasiga ehtiyojimiz var. Mush yo'lga kirgan ekanmiz, bularga ehtiyojimiz var. Esalda bo'lsin, bu nuqtalarda javob berilmagan har qanday yo'l, har qanday jamoat, har qanday tashkilot yoki har qanday bir harakat mengishga arzimaydi qarindoshlar. Aniq deb qo'yay. Mush nuqtalarga aniq javob berish kerak. Ondan keyin qaranglar aslında debdi ana. Reallik savollarga javob bermaydigan yetakchilar deydi. Navbatdagi ahvolga javob bermaydigan, planimiz nima desa javob bermaydigan, hamdaki keyingi qadamdagi plan nima desa javob bermaydigan, biz nega boramiz javob bermaydigan manda qo'mondonlar atrofidagi vaziyatning portlashiga yo'l qo'ygan bo'ladi. Javob bermay portlaydi. Portlab bo'lganda o portlashni uchrashga bütün enerjisini ishlatib tugatadi. Dastlabda hammadamga masalani oydinlashtirmaydi, keyin hammadam portlab gömmene chiqqan vaqtda buni nima qilaman deb bak kuchab ketadi. Buning ijobiy ta'siridan salbiy ta'siri ko'p bo'ladi mening tushunjamda, xususan shunga ma'lumki ko'p hollarda tanqid bobiga kelgan vaqtda o'zimiz tanqid qilish eng yaxshi. Özümüzün ahvallarını özümüz müracaat qilib turish eng yaxshi. Shunaqa vaqtda müracaat qilib turgan vaqtda navbatdagi vaziyat mayli ijobiy olsun, salbiy olsun, onun bir mulohiza, tahlil qila olamiz. Bu masala haqida kallasqa savol paydo bo'lib qolganlarning savoliga javob bergili oldu, portlamaydi. Portladimi? O bir jiq energiyamizni xo'rtidi portlash. Shunda olganda bizning birinchi mashhad tugadi. İkinci məşhədə gəldik inşallah. İkinci məşhədimə oxşaşla məşhədur rahin, rəf'ul vaqi, noktatul bəd'i şəkildə qanda qılıdı, davamlaşıdı. Bugün məşhəd oxtaydı və axiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.